Assalomu alaykum hammaga. Biz Qo'shko'pir tumanidamiz. Hozir bir obyektimizga keldik. Bu obyektimiz atabini o'tirib ko'rdi deganda однотрубный sistema deb. Kotoldan podash chiqarganlardan chiqarib batareyaga ulaganlar. Shu batareyani 15 lik kranik bo'ladi, va panelni qo'yilgan. Shu 15 lik kranikdan olib, obrotkasini chiqarganlardan uyimizga bir kurup однотрубный tortganlar. Bu sistema xato bo'lgan, ishlamagan umuman. Biz shuni xudo xolasa buzib, boshini o'tirib bermay keldik. Uyning egasi aytadi, o'tirib deydi, otoplinani bir martam qizdirib foydalanolmadik deydi. Pesha qilib o'tiribmiz deydi. Shunga o'zlarimiz xudo xolasa kelib, samotyok sistemada ishlaydigan podash obrotkalarini tortib, başından o'tirib beramiz. Şu so'rab qaradik. Şu otopliniyani tushunmajaklar bo'lsa ya o'tirishni bilmaydigan bo'lsalar, podash obrotkalarini deb ikki etaj joylarni iloji bo'lsa o'tirmagan ma'qul. Otopliniyamiz ham oz pul chiqmaydi. Bu videoni like bosib, ko'proq otopliniyani o'tirajak bo'lgan donishlarimiz bo'lsa, yuborib qo'ying. Qisqamin chiroyli deb o'tirsinlar. Hem yerlerini 32 turba atıp однотрубный tortganlarman. Şu yerden bir kurup gidip bu joyimizdan tushgandan pastda yana bir batareyani podachisini ulanib, shu batareyani obrotkasidan pastlarini tortib ketganlar. Hozir pastlaridan bir qadar ko'rsatib o'taman. Pastlarimiz ham hammani shunday deb bilaganlar. Bir marta bo'lsam qismat deydi otoplinamiz. Esa ko'rib boraverasizlar. Xudo xolasa bitgandan keyin chiroyli deb yana videolarni qo'yib beramiz.